Qotillik qurboniga aylangan O'zbekistonning shou-biznes vakillari va ularni o'ldirgan shou-biznes vakillari haqida bugun suhbatlashamiz. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videoga like bosib, kamtarona mehnatimizni baholab o'tishingizni so'raymiz. Bugungi yoshlar Laylo Aliyevani tanimasliklari mumkin. Ularga Rayhona, Shahzoda, Ziyoda va boshqa ko'plab san'atkorlar tanish. Vaholanki 18 yil muqaddam Laylo hozirgi tillarda aytganda mega yulduz edi. Laylo Aliyeva 1975-yili Samarqandda tavallud topgan. Uning bolaligi Toshkentda o'tdi. Qizaloqning chiroyli ko'zlari go'dakligidanoq e'tiborni tortardi. 2 yoshida moda jurnallaridagi rasmlarga chiqdi. Dastlab poytaxtdagi 110-maktabda, keyin esa xoreografiya bilim yurtida tahsil olgan. Laylo tengdoshlari orasidan yaqqol ajralib turardi. Semruh oromgohidagi go'zallik tanlovida yuqori o'rinni egallagan edi. U o'shanda 10 yoshda edi. Laylo ham qo'shiq aytardi, ham raqsga tushardi. Keyinchalik televizor ekranlariga paydo bo'ldi. Bir nechta videokliplar chiqardi, muxlislar orttirdi. San'at ahlining hurmatiga sazovor bo'ldi. Biroq aynan hamkasblari tomonidan vahshiylarcha o'ldirilishi Layloning 7 uxlab tushiga ham kirmagan edi. Uning suratlari orasida bo'ynida tilla zanjir, barmoqlarida oltin uzuklar taqilib tushilgan rasmlari ko'p edi. Laylo bolaligidan taqinchoqlarga o'ch bo'lgan. Aytishlaricha uning buvisi yirik tilla bilan shug'ullanuvchi zargar bo'lgan. Layloning o'ldirilishiga aynan shu tilla taqinchoqlar sabab bo'lgan. Mash'um kechada Laylo Aliyevaning eshigini o'sha paytlarda mashhur guruhlardan biri bo'lgan san'at vakillari Al-Vakil guruhining 2 nafar yigiti taqillatadi. Laylo ularni taniganligi uchun ham mehmon sifatida qabul qiladi. Aks holda yarim kechada eshikni ochmagan bo'lar edi. Biroz hol ahvol so'rab o'tirishgach, ular kutilmaganda Laylo Aliyevaga tashlanishadi. Ojiz ayol 2 erkakka qarshi nima ham qila olar edi. Bu uning taqdirdagi so'nggi kechasi bo'lgan. Laylo Aliyeva 42 joyidan pichoqlanib o'ldirilgan. Qotillar uning barcha tilla taqinchoqlarini, hatto barmog'idan chiqarishi qiyin bo'lgan uzuklarni sovun surkab chiqarib olishgan. Ular jazolandi. Oliy jazoga hukm qilindi, biroq uni endi Layloni qaytib tiriltirib bo'lmaydi. Iskandar Azimov. Scan Multi taxallusi bilan tanilgan Iskandar Azimov 1978-yilning 21-yanvarida tug'ilgan. U kinorejissyor, ssenariynavis, televizion tasvirchi va aktyor edi. 1996-yildan e'tiboran O'zbekiston televideniyasida ishlay boshladi. Kultipahod, Avlod, Kompyuter Aziya, Klipomet ko'rsatuvlarini tashkil etishda qatnashgan. 1997-yildan boshlab vafotiga qadar 100 ga yaqin musiqiy videokliplarni suratga oldi. 2003-yilda Moskvada STS kanalida postanovkachi operator bo'lib ishladi. Yodingizda bo'lsa, Scan Multi Xo'ja Nasriddin o'yin boshlandi nomli badiiy filmni rosa reklama qilgandi. Bosh rolni Iskandarning o'zi va xonanda Sagdiyana ijro etishgan. O'shanda bu san'atkorlar o'rtasida ishqiy munosabat borligi haqida gap so'zlar ham chiqqan. Mazkur ovozlar qanchalik rost yoki yolg'on, ammo Sagdiyana fevral oyida Moskvaga uchib ketgani haqida ma'lumotlar bor. Xo'ja Nasriddin o'yin boshlandi. Hech qaysi kinofilm yarim yil mobaynida reklama qilinmagan bo'lsa kerak. Rolikdagi filmning eng qiziqarli sahnalari qo'yilgan. Bu esa tomoshabinlarning qiziqishini yanada kuchaytirib yubordi. Biroq xuddi Mo'min Oripov kabi Scan Multi ham o'z filmining premyerasiga yetib kela olmagan. 2006-yilning 21-iyun kuni 28 yoshida u o'zining uyida ishlayotgan 2 yigit tomonidan shafqatsizlarcha pichoqlab o'ldirilgan. Scan Multi qotillari bilan shaxsan tanish bo'lgan. Ular Iskandar Azimovning xizmatini ado etib yurgan mardikor yigitlar edi. Qotillarning Scan Multini o'ldirishdan maqsadlari pul bo'lgan. Pichoq bilan beliga zarba berishgan. Uning umriga yakun yasashgan. Kompyuterda ishlab o'tirgan Scan Multi o'z hayotiga tajovuz qilishlarini kutmagan ham. Qotillar uning orqasidan va yuragiga bir necha marotaba pichoq bilan urishgan. Jinoyatchilar yirik ko'lamdagi kinokomediyani suratga olgan rejissyorning uyida boylik ko'p deb o'ylashgandi. Bunday bo'lib chiqmadi. Qotillar ushlandi, tegishli jazo berildi.
Rahmatilla Mirzayev 1954-yilning 22-sentyabrida Toshkentning Qashqar mahallasida tug'ilgan. U bolaligida otasidan yetim qoldi. O'rta maktabdan so'ng o'sha davrlarda Toshkent teatr va rassomchilik instituti deb ataluvchi, bugungi kunda Toshkent madaniyat va san'at institutining aktyorlik bo'limiga o'qishga kirib tahsil oldi. 1976-yilda televideniyada o'tkazilgan diktorlar tanlovida ishtirok etib, yuzlab nomzodlar ichidan g'oliblar qatorida ishga qabul qilindi. Shu faoliyati TVda o'tdi. Axborot va boshqa dasturlarni olib bordi. Dildagi gaplar ko'rsatuviga mualliflik qildi. 2015-yilning 1-mart kuni Rahmatilla Mirzayev qizi Shodiya bilan G'ulomjon Yoqubovning konsertiga bordi. Konsertni tomosha qilishdi. O'sha kuni yakshanba edi. Konsertdan keyin qizini onasining yoniga yuborgan Rahmatilla Mirzayev hovlisiga yo'l oldi. Ertasiga 2-mart kuni erta tongda u o'z uyining yerto'lasida pichoqlab o'ldirildi. 60 yoshli Rahmatilla Mirzayev Zangiota tumanining Chuvalchi qishlog'ida istiqomat qiluvchi 21 yoshli Kesho Azizov tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Marhumlarning joylari jannatda bo'lsin.